Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 320. Bu darvozamizda kvadrat metr 1,8 kvadrat metri 9 mingdan bo'ladi. 1,8 dis bo'lgan. Arqon listlari qo'yilgan. Ko'rishdan mumkin mana. Juda ideal holatda, xudo xohlasa, bu xudo's 5 arqa quriladi mana. Mana bu darvozamiz mana. Nima deyapti ruchkasi nima deyapti qadrdonlar? Ruchkasi nejvinkadan qo'yilgan yangicha variantda bu. Bu sharmarkalisini 850 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz ichimizda. Mana bunisi. Nima deyapti darvoza? Menga juda o'zim yoqadi. Bu darvozamiz ham 1,8 dan qilingan. Bir qavatli 9 kvadrat metri. Orqalari mana. Orqalar juda ham ideal holat, juda ham tekis holatda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zimiz seximiz. A'losida mana bolalar ish qilib krasklar sapilyapti mana. Lekin juda ideal holatda bo'lgan. Lekin devonlar mana. Shu darvoza sapiladi. Mana bu darvozam juda yaxshi darvozalar hadoy bo'lgani uchun 1,8 bir qavatlik juda hadoy hozir paytda O'zbekiston barcha viloyatlarga shundan quryapti xudo. Juda egalar ma'qul kelyapti. Metdan darvozalarimiz bu ham pashtish bir xil mana mashlar bilan mana. Ko'rishlar mumkin mana. Bu Dubai pason nima deyapti? Lekin sap jarayoni mana. Lekin oddiy lahlardan emas, devo. Bizda prasli narsa bo'lmaydi. Mana ko'rishlar mumkin. Faqat devo ishlatamiz. Kraskasi ham devo, o'zi ham devo. Mana bu ham xudo xolasa 90 gradusli relasi darvoza mana. Buni bitgandan xudo xolasa bitta abrozor qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana. Hoppa, 90 gradusniki. Bu ham 90 gradusniki. Bu darvozamiz kvadrat metri 1,3 listdan bo'lgan kvadrat metri 1 milliondan 90 gradus bo'lganligi uchun bu. Nima esa 90 gradusni buni 8/6 shveler relslar qo'shilgani uchun nisbatan ozgina qimmatroq chiqadi. Avval darvozamizdan sekin xudo xohlasa mana ramana boshlaganmiz. 1,5 ga 4 dan bo'lgan. Xudo xohlasa uni ham tashlaymiz bir qator. Mana Samarqand pasonimiz bitta turgan holati. Samarqand pasonimiz ham juda ideal holatda, xudo xohlasa